Salom hammaga. Barselonada bo'lish juda ajoyib. Biz keyingi avlod qurilmalarimizga nafaqat miya, balki qo'l va oyoq ham berishga qaror qildik. Maqsadimiz bu AI qurilmalar ekotizimini real hayotga olib chiqish. Biz texnologiyani insoniyat bilan uyg'unlashtirishni maqsad qilganmiz. Va bizning fikrimizcha, kelajak shunchaki aqlli emas, balkim harakatda bo'ladi. AI qurilmalarining yangi paradigmasi Alfa smartfoni bilan boshlanadi. U yangi AI ekotizimining markaziga aylanadi. Alfa do'kon va Alfa lab orqali yangi silikon uglerod sivilizatsiyasini shakllantiradi. Biz har bir inson uchun yagona yurak urishi, hamkorlar bilan yagona qarash va insoniyat uchun yagona kelajakni qurishga intilamiz.